2025 yil 30 may Cuma günü saat 12'den sonra tutyapti. Ka'batullahni oldida Cuma namoziga tayyor ko'ryapmiz mana. Ka'batullahni oldi mana. Ka'batullahni oldi. Tayyor ko'ryapmiz Cuma namoziga. Tayyor. Insanlar ham tayyor. Mana Hajar al-Asfalt melisa qurilyapti. Hozir biroz vaqtdan keyin Jumani o'qiymiz xudo xolasa. Mana safning birinchi qatorida Allohimning uyida, eshigining oldida Hajar al-Asfaltda mustajob ostonada turibmiz mana. Hammani oilaviy chaqirsin. Bizga o'xshab oilaviy chaqirsin. Juma namozlarida birinchi safda bizga o'xshab o'qishlik hammaga nasib qilsin mana. Tozalayapti uni. Mana 30 may Cuma günü mana Cuma namozi o'qishga tayyorlanyapmiz mana. Mana Hajar al-Asfalt tozalayapti. Atirlar, zamqalilar mana. Ozadan boshlandi mana. Mana Allohning bayti. Mana shu videoni kim ko'rsa, mana shu oilaviy chaqirsin. Avlod ajdodi bilan chaqirsin. Biz o'tirgan Juma namozi o'tirgan mana shu birinchi saflardan joy olsin. Birinchi saflardan joy olsin Allohim. Birinchi saflardan joy olsin. Birinchi saflardan joy olsin Allohim. Mana men o'tiribman. Mana shu men. Mana men. Allohim hammani oilaviy chaqirsin. Biz bosgan qadamlarni bossin. Allohim mana. Mana ozon chaqiryapti, ozon. Mana Allohning bayti, mana Allohning uyi. Mana Allohning uyi. Allohning uyi mana eshigi mana darvozasi mana. Tilladan qilingan. Mana ostonasi, mana mustajob joyi. Mana jannatdan tushirilgan tosh mana. Alimini ichida turibdi. Ozon chaqiryapmiz. E'tiborlar uchun hammaga rahmat. Allohim mana hayit kuni biz Ka'bani tavob qilyapmiz, ikkinchisini aylanyapmiz mana soatdagi yulduzchalar go'li. Yulduzlar go'li soatdagi. Mana jo'ni ketyapti. Mana yulduzchalar bayram. Bugun hayit bayram bo'lyapti. Hayit bayramida aylanyapti. Oldiga oling, oldiga. Yürüyün dede. E'tiborlar uchun katta rahmat. 2025 yil 14-iyun kuni haftaning shanba kuni biz hozir katta haj mavsumi bo'yicha vidolashib tavobiga keldik. Mana Ka'bada turibmiz, Men Ka'bada turib aytamanki, Allohim bizni oxirgisi qilmagin, oilaviy chaqirgin, bola chaqamiz bilan birga chaqirgin, sinfdoshlar bilan chaqirgin, do'st yorlar bilan chaqirgin, qarindoshlar bilan chaqirgin, hamkasblar bilan chaqirgin. Butun qishlog'imiz, Xonobod qishlog'i bilan chaqirgin. Butun Pop tumani 240 ming aholisi bilan chaqirgin. Namangan viloyatining 3,48 million aholisi bilan chaqirgin. O'zbekiston Respublikasining 38 millionga yaqin aholisi bilan chaqirgin. Mana Allohim chaqirgin mana. Chaqirgin. Mana Allohim mana. Chaqirgin. Hammani chaqirgin. Nomlari zikr etilgan barchani chaqirgin. Bu oxirgisi bo'lmasin. Yana qayta kelib tavoflar qilish, saylar qilish hammamizga nasib ro'za aylasin. Oilaviy chaqirgin. Qarindosh urug'lar bilan chaqirgin. O'rtoqlar bilan chaqirgin. Hamkasblar bilan chaqirgin. Butun Xonobod qishlog'ini chaqirgin. Butun Pop tumanini chaqirgin. Butun Namangan viloyatini chaqirgin. Butun O'zbekiston Respublikasini chaqirgin. O'zbekiston Respublikasini chaqirgin. Qirg'iziston Respublikasi chaqirgin. Qo'shni Qirg'izistonni, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston Respublikasi, Afg'oniston Respublikasi,
Qozog'iston Respublikasi hammasini mana shunday o'zingning baytingga, o'zingning uyingga chaqirishlik berasizmi? Hammamizga shunday xayrlashish tavoblar hammamizga nasib etib olasiz. Katta rahmat. 2025-yil 3-kun kech soat 21:05. Biz hozir o'zimiz yotoqxonamizdan, konkret yotoqxonasidan Mino vodiysiga haj safarini o'tashga yo'l oldik. Mana meni 21 ta askarlarim mana hammasini askarlarim hammasi. Mana hammasi. Siz o'tiringchi, uncha yana boshlaysiz. Mana hammasi shayton. Qarang, akram. Tezkalik Hammasi mana. Voqealar rivojini davr hafta ichida kuzating. E'tiboringizni katta rahmat. 5-iyun kuni mana Arafa kuni biz Arafat tog'idan bir kunlik xizmat safarimiz yakunlandi. Hamma hojatlar hamma tayyor qilyapti. Xolos endi biz Muzdalifaga yo'l olamiz. Hamma hojilar hozir Arafat tog'ida duolar qilib, hamma duolarni qilib ketishga tayyor bo'lyapti. Bizni kuzatishda davom eting. 5-yil 6-yil hayit kuni biz Muzdalifada tunab qoldik. Tongdan hozir birozdan so'ng bomdod namozini ado etamiz. Ona odam. Muzdalifadan maxsus shoshilmasdan aeroportga kirganimizda ham tartibsaqlarni tartibsaqlar yo'yilib ketmasdan, yozilib ketmasdan ilohima tamojnisdan o'tib olsa bo'ldi. Asosiy ish tamojnis. Yulduzimizga to'g'ri kelib tushsin. Jinimizga to'g'ri kelib tushsin. Farishtamizga to'g'ri kelib tushsin. Eson-omon o'tib olaydi. Agar to'g'ri kelmay qolsa, qo'pol qilayotganda hammamiz asabimiz buzadi-da. 2025-yil 16-iyun 8:00 ga keldik. Jidda vaqti bilan 1:30 da O'zbekiston havo yo'llarida biz Namanganga qarab uchar ekanmiz. Uchuvchi odamlar hammasi mana shu. Uchuvchi odamlar hammasi bizni to'rtta juft odamlar. Hammasi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz albatta vatanimizga Xudo xolasa qaytamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Reisi bo'yicha mana hozir Jidda vaqtidan 10:30 da tushishga tayyor ko'ryapmiz. Mana Xo'la bunday ko'rib ketish. tushishga tayyor ko'ryapmiz. Mana hamma mana tayyor ko'ryapmiz. Telefon bor. Hamma tayyor. Xudo xolasa Toshkent vaqti bilan Manglayga oshiq deb dastlab bitib qo'y. To abad dunyoga ishqim tushmasin. Manglayga oshiq deb dastlab bitib qo'y. Hayot baxsh so'zlarga dilimni boyla. Tazarru